Aziz kuzatuvchilar, aziz obunachilar, mana bugun yana bir yer uchastkamizni sotuvga qo'ydik. Bu joy qayerda desanglar, Yuqori Chirchiq tumani, Nurli Zamin Mifi, Soybuloq ko'chasi, 10-uy. Umumiy yer maydoni 20 sotik, 20 sotikdan 12 sotigini bo'lib ajratib sotmoqda. Aziz kuzatuvchilar, mana bu zabordan mana chiziq qo'yilgan. Ko'rishingiz mumkin. 31 ga 40 atrofida yer uchastkamiz. Mana kelib ko'rib baraka qilsanglar bo'ladi. Aziz kuzatuvchilar, shu joyimizdan eski Qo'yliq bozoriga 20 kilometr. Rohat posti 16 kilometr, 15 kilometr atrofida. Aziz kuzatuvchilar, mol, qo'y, boshqa sharoitlar bor bu joyimizda. Mana chegara bilan chegaramizni belgilab qo'yishgan. Mana shu devorgacha. Mana aziz kuzatuvchilar, mana ko'rishingiz mumkin. Mana hamma yoqni ko'rsatib chiqamiz. Bosh tomondan Krosh tomonda ham joy bor kiradigan. Bu yoqdan ham ko'cha bor, asfalt. Bu tomondan ham yo'lak bor. Mana aziz kuzatuvchilar, like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Bu uchastkamiz umumiy yer maydoni 20 sotiq, 20 sotiqdan 12 sotig'ini bo'lib ajratib sotmoqda. Har bir sotig'i uchun 1600 dan so'rashyapti. Yana kelib baraka qilsanglar, kelishtirib o'tib beradigan joyi bor. Mana bu yoqimiz molxona, eski. Uydan qisman bo'lib sotilmoqda. Lekin dokumenti joyida, hamma dokument. Gaz, svet, suv, hamma shart-sharoitlari bor. Baraka qilsanglar bo'ladi. Glavniy trassaga shu joyimizdan 9 kilometr. Chap tomoni Olmaliq Ohangaron, o'ng tomoni Rohat Qo'yliq tomonga, shahar tomonga yuriladi. Kelib ko'rib, baraka qilib savdosini qilsanglar bo'ladi. Manzilni eslatib o'tamiz. Yuqori Chirchiq tumani, Nurli Zamin Mifi, Soybuloq ko'chasi, 10-xonadon. Like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar, aziz kuzatuvchilar. Kimda-kim shunaqa reklama xizmatlari bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib telefon qilsanglar, xudo xolasa reklama qilib beramiz. Rahmat hammaga.